Hajga berish uchun pari berish. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men vatanda yashayotgan bir musulmonman. Men bu yil hajga berish uchun tayyorlik qilgan edim. Munosabatli o'rinlar bilan aloqalashsam, son hal qilgandan keyin umid bilan bora oladiganligimni uqtirdi. Boshqalardan o'qsam, son hal qilish uchun ma'lum miqdorda pari bersam, bir son hal qilib berdi ekan. Bermasam hal bo'lmaydi ekan. Ba'zan olimlardan qanday qilish to'g'riliq maslahat so'rasam, umid bilan barsang, pari berib barsang bo'lmaydi. Chunki sen pari berish badaliga boshqa hajga boradigan musulmonga ziyon solgan bo'lasan, umidning sirtida barsang, amal bo'lmagan sharoitda pari berib barsang bo'ladi deydi. Men ikkilanib qoldim. Qanday qilishim kerak? Tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz, Alloh ajringizni bergay. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Cenab-ı Allah'a bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila taobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Haj ibadati islomning asosliq 5 turikining biri bo'lib, shartni hozirlagan aql, baliq musulmonning kechiktirmasdan bir qatim haj qilishi farzdir. Shundaqla bu farzni ado qilish shartni hozirlagan har bir musulmonning haq huquqidir. Cenab-ı Allah hajning farz bo'lishi shartini Qur'on Karimda mundaq bayon qilgan. Berishning yo'lini qiladiganlarning Ka'baga haj qilishi Allohning ularning ustidagi haqqidir. Kimiki tanadigan shubhasizki Alloh ahli jahondan behojatdir. Al-Imron surasi 97-oyat. Berishning yo'lini qilish deganimiz tini haj qiladigan darajada sog'lom bo'lishi, qarzlarini to'lagandan keyin berib kelguncha bola chaqalarga yetkazgan xarajatdan eshingan holatda hajga berib kelish xarajati tal bo'lishi, yo'lning bexatarligi va ayol kishiga nisbatan eri yoki mahrami billa boradigan bo'lishi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Yuqorqi shartlar hajning farz bo'lish sharti bo'lib, boshqa shartlar hozirlangandan keyin hajga xotirjam berib keladigan bo'lsa, ondan yo'l bexatarligi sharti topilgan bo'ladi-da, u kishiga haj farz bo'ladi. Bu shartlar tepilmasa, haj farz bo'lmaydi. Hajga bormasa, gunohmi bo'lmaydi. Ayollarning eri yoki mahrami billa berish shartimi hajning farz bo'lish shartidir. Billa boradigan eri yoki mahrami tepilmasa, u ayolga haj farz bo'lmaydi. Bumi bir tarafdan yo'l bexatarligiga munosabatli bo'lgan ayollarga xos shart. Demak, haj shartlarini hozirlagan kishiga haj farz, hozirlanmaganlarga farz emas. Pasport bo'lmaganlikdan yoki viza ololmaganlikdan yoki hukumat to'solganlikdan yoki urush yuz berganlikdan yoki bakli yashnab qolganlikdan yoki tan salomatligi yer bermaganlikdan safar qila olmaydigan bo'lsa, haj farz emas. Bular uchun o'zi bir qatim farz haj qilib bo'lgan yaqin tuqqanlardan birarisi xolisona haj qilib qo'ysa, hadisda ko'rsatilganidek to'g'ri bo'ladi. Bu shartlarni hozirlanmaganlarning o shartlarni hozirlashi farz emas. Masalan, shartlarni hozirlash uchun qarz olishi, boshqalarning yordamini qabul qilishi, uy va do'konlarni setishi, ayollarning mahram shartini hozirlash uchun erga tegishi, pasport, viza yoki umak qatorliq boshqa rasmiyatlar uchun pari berishi farz emas. Lekin bu kishilar tirishchilik ko'rsatib, o shartlarni hozirlab hajga borsa, haji to'g'ri bo'ladi. Pasport, viza yoki umak qatorliq boshqa rasmiyatlar uchun pari berishga kelsak, pari bermay bora olsa haj farz. Bora olmaydigan bo'lsa farz emas. Lekin pari berib hajga borsa, bu para boshqalarning haqqini bekor qilib etishini keltirib chiqarmasa, haji to'g'ri bo'ladi. Ya'ni pari berish orqali rasmiyat bejirib hajga berishi joiz, lekin vojib emas. Bu ahvolda pari berish gunohi olg'uchiga bo'ladi. Chunki bu pari berguchiga nisbatan o'z haqqini olish uchun berilgan. Islom dinimizda o'z haqqini qo'lga keltirish uchun pari bersa, berguchiga gunoh bo'lmaydi. Bu vaqtda olimlarimizning ko'plagan bayonlar kelgan. Imom San'ani payg'ambar alayhissalom pari berguchi va pari olg'uchiga la'nat qilgan degan hadisga sahih deb hukm qilgandan keyin mundaq degan. Pari berguchi degan nohaq ishga erishish uchun pul bergan kishi bo'lib, buningga binoan o'zining haqqiga erishish uchun pul berish pari hisoblanmaydi. Imom Ibn Abidin mundaq deydi. O'zini va mol-mulkini zulmdan qo'g'dash va haqqini qo'lga keltirish uchun zolim podshohga pul bersa, berguchiga nisbatan pari bo'lmaydi. Imom Abu Bakr al-Jassas mundaq deydi. Parining yana bir turi bo'lsa, zulmdan qutulish uchun hokimga berilgan pari bo'lib, bu berguchiga cheklanmaydi.
gunohi olg'uchig'ili bo'ladi. Hazrati Jabir ibn Zayd va Shabiy mundoq degan: zulmdan qo'rqqan kishi o'zini va millini pora berish orqali qo'g'dasa hech gap yo'q. Hazrati Atta va Ibrohimdanmi shundoq rivoyat qilingan. Hasan al-Basri payg'ambar alayhissalomning Alloh taolo pora berguchiga va pora yeguchiga la'nat qilgan degan hadisini rivoyat qilib mundoq degan: bu nohaq bir ishni qilishga yoki haq ishni qildirmaslikqa pora berish haqida deyilgan. Lekin haqqini qo'g'dash uchun pora bersang hech gap yo'q. U yana mundoq degan: iffat nomusini qo'g'dab qilish uchun pora bersa bo'ladi. Mujohid mundoq degan: mol mulkingni diningni qo'g'dash uchun qalqon qilgan. Mol mulkingni qo'g'dash uchun diningni qalqon qilma. Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi mundoq deydi: haqqini qo'lga keltirish yoki zulmdan saqlanish uchun hadiya qilib bir narsa bersa joiz bo'ladi. Bu salaflardan va katta imomlardan naql qilingandir. Yaqinqi zamon olimlarimizdan Imom Yusuf Qardaviy mundoq deydi: qaysi bir kishi zoya bo'lib ketgan haqqini pora bermasa qo'lga keltirilmaydigan bo'lsa yoki zulm nohaqchilikqa uchrab pora bermasa, uningdan qutulmaydigan bo'lsa, uningga nisbatan eng afzali toki Alloh taolo uningga zulmdan qutulish haqqini elish uchun eng yaxshi yo'llarga muyassar qilgan qadar sabr qilib turishdir. Agar pora berish orqali masalani hal qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, boshqa barliq yo'llarni mengib urinib baqqan bo'lg'achqa, boshqalarning huquqiga ziyon urmaganli bo'lsa, berguchiga pora berish gunohi bo'lmaydi. Olg'uchiga pora elish gunohi bo'ladi. Ba'zi olimlar payg'ambar alayhissalomning bu hadisini dalil qilib ko'rsatgan. Alloh bilan qasamki, sizlarning biringlar mendan tilab olgan narsasini, ya'ni o'tni qo'ltiqqa qistirib yenidan chiqib ketadi. Hazrati Umar: ey Rasululloh, undaq bo'lsa nima uchun uni uningga berila deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom mundaq deb javob bergan: qanday qilaman? Ular mendan so'ramasa ko'ngli unimaydi. Alloh taolo menga baxillikni ravo ko'rmaydi. Bu hadisni Ibn Hibban va Hakim sahih deb baholagan. Bu vaqalik Sahih Muslimdami 1056-hadisda boshqacha ibora bilan mundaq kelgan. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq degan: payg'ambar alayhissalom mol taqsim qilganda men: ey Rasululloh, Alloh bilan qasamki, bu molga boshqalar bulardan haqliq desam, payg'ambar alayhissalom mundaq deb javob bergan: chunki ular meni ikkining birini tanlashga zo'rlayotdi. Ular mendan til haqorat bilan olmoqchi. Bermasam meni baxilga chiqarmoqchi. Men baxillik qiladigan odam emasman. Payg'ambar alayhissalom ularga o't ekanligini bilib turib ularga zakot berishga majbur bo'lgan bo'lsa, haqqini qo'lga keltirish yoki zulmdan saqlanish uchun pora berishga majbur bo'lganlarga gunoh bo'lmasligi kerak. Yuqorqi dalillar hamda olimlarimizning bayonlari hajga berishdan iborat haqqini qo'lga keltirish uchun pora bersa, berguchiga gunoh bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. Hajga berish haj shartlarini hozirlagan har bir musulmonning haqqi bo'lib, qiyos jihatdan dunyoviy haqqini qo'lga keltirish uchun pul bersa pora hisoblanmaydigan bo'lsa, diniy haqqini qo'lga olish uchun pul bersa albatta pora hisoblanmasligi kerak. Lekin yuqorida olimlar qayd qilgandek, bu ahvolda boshqalarning haq-huquqiga daxli taruz qilinmasligi shart. Agar pora berish natijasida boshqalarning o'rniga berib olish yoki boshqalarni tizimlikdan qoldirib o'tish kelib chiqsa, boshqalarga ziyon urganlik jihatdan bu harom pora bo'ladi. Shundaqdimi bu tariqada haj qilsa, haji to'g'ri, lekin pora berganlik uchun gunohkor bo'ladi. Millatimizdan hajga boradiganlarning ko'pchiligi odatda pasport va rasmiyat bejirishda paraga tayanadi. Parasiz ishini hal qiladiganlar yo'q hisobda. Navoda para orqali rasmiyat bejirib hajga berishni joiz demasak, Uyg'urlardan hajga boradiganlar chiqmaydi-da, hajdan ko'zlangan nurg'un manfaatlarga erishgili bo'lmaydi. Undaq bo'lgan ekan, bu manfaatlarni qo'ldan berib qo'ymaslik uchun para orqali hajga berish joizlik doirasida qilish kerak. Saudiya Arabiston Fatvo komiteti farz haj bilan nafl hajni ayirib, musulmon farz hajni qilgan bo'lsa, nafl haj qilish uchun para bersa joiz bo'lmaydi. Farz hajni qilmagan bo'lib, uni ado qilish uchun para berishdan boshqa yo'l topolmasa, uningga shunday qilishga ruxsat qilinadi. Para yeguchining u parini elishi harom bo'ladi deb fatvo bergan. Lekin mayli farz haj bo'lsin yoki nafl haj bo'lsin, hammasi musulmonning bir haqqi bo'lgandan keyin bu vaqtdan para bermay baharman bo'lolmasa, nafl hajiga para berib borsimi o'xshashla joiz bo'lishi kerak. Yuqori olimlarning tahlillarimi shuni ko'rsatdi. Albatta,
Farz hajga berish fursati topolmay qilayotgan nurg'ulg'an musulmonlarning fursatini egallolmaslik jihatdan nafli hajga bormay haj xarajatini sadiq qilib o'tish nafli hajga berishdan afzaldir. Xulosa: 1. Farz va nafli hajga pora bermay berishdan boshqa yo'l bo'lmasa, pora berib borsa bo'ladi. Ammo tunji hajga bu tariqada berish vojib emas. Shunglashqa pora bermay bormaganlar gunohkor bo'lmaydi. Pora berib tunji haj qilganlardan farz ado bo'ladi. 2. Pora berish natijasida boshqalarning o'rniga berib olish yoki boshqalarni tizimlikdan qoldirib o'tish kelib chiqsa, boshqalarga ziyon urganlik jihatdan bu harom pora bo'ladi. Shundaqdimi bu tariqada haj qilsa, haji to'g'ri, lekin pora berganlik uchun gunohkor bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Eng to'g'risini Alloh bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2. tom 45 numərli fatva.